Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani Eltam G'almov Qizil dehqon mahallasida umumiy maydon 30 sotixlik xonadonimiz sotuvga qo'yildi. 4 ta, 5, 6 ta yashash xonasi bor. Mana bedapoya. Xola yana qanday qulayliklar bor? Shundan gapiring. Gaz bor, svet bor, internet bor. Mana arig'imizda suv to'lib ag'ib жатыр. Dehqonchilikqa yaxshi yer. Bo'ladigan narxini ayting endi siz. Necha pulga berasiz shu mash polni? 30 sotix joyda. 30 sotikdan 35 deymizda, endi 35 deymiz, kelishamiz. 35 ming narx, 35 ming AQSh dollari, yana kelishadigan joyi bor. Realni oladigan odam bo'lsa, haqiqatdan kelib turib, shu yerda ko'rib, shunaqa joy izlab yurgan odam bo'lsa, 35 mingni o'tib beradigan joy bor. Mana qarang, mana bedali joylari. Maktab, bog'cha, suv Toshkent shahariga 70 kilometr, Oqqo'rg'on sentriga 15 kilometr. Menimcha 15 dan ham yaqin bo'lsa kerak. Mana polni tollar bilan ekilgan hududi. Bu tomonidan hammomi, bu yoqda 4 ta xonasi, bu tomonda 2 ta xonasi bor. Ichlarini ham hozir kirib ko'rsatamiz. Ko'chalar asfalt bo'lgan. Tekis yo'l. Mana bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta xonasi. Yaxshi holatda, akalar, zo'r joy. 35 mingga zo'r narx. Uni ustiga eng oxirgi uy, bundan keyin uje dala. Ana bir xil joylar bo'ladi, mol boqsam hidi keladi, unaqa narsa yo'q. Mana u narigi tomonlari ham dala tomonlar. Qo'shniga, birovga ziyoni tegadigan joy yo'q. Mana bitta xonasi, katta zal. Bu yoqda mana bitta spalnisi, mana mebellarni ham kelishadigan bo'lsa qoladi shu yerda. Tak, bu tomonlari mana tovuq xonasi, bitta tandir o'choq, o'zingizlar bilasizlar, qishloq sharoitda tandir o'choq bo'lmasa bo'lmaydi. Tovuq xonasi, mana mol xonasi, yozga qo'yadigan, bog'lab qo'yadigan joylari ham bor. Bu yoqda qishki, tepasiga pichan, press, somon. Xullas. Mana bu yoq o'sha dala. Ho, mana bu joyga malina ekib qo'ygan ekanlar xolam. Xullas 35 ming AQSh dollari, kadastr dokumentlar hammasi joyida, lokatsiyani tashlaveramiz. Xolani ham nomerlarini, uydagilar nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib turib, joyiga kelib turib savdo qilsangiz, xudo xolasa mana shu joylar egasi bo'lasiz. Mana ko'chalar bor yetganda, yangi asfalt bo'lgan, hali bir hafta ham bo'lmagan. Ham garaj ham tepasiga olib borish kerak. Mana ariq suvlari ham oqib turibdi.